olib keldimi? Kayfiyatlar a'lo darajadami? Oramizda kasallar yo'qmi? Aslo yo'qmi? Bolajonlar, ertalab turganda nima qilamiz? O'rnimizni taxlaymizmi? Yuzimizni yuvamizmi? Tishimizni yuvamizmi? Qani kim tishini yuvadi? Tishlarimizni ham yuvamizmi? Ofarin bolajonlar. Birinchi kimga salom beramiz? Bobomizga, buvimizga, dadamizga, ayamizga, akamizga, opamizga salom beramizmi? Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, endi barchamiz bitta o'rnimizdan turaylikchi, dam olish daqiqasini boshlaymiz. Darsimiz matematika. Hisob qilamiz. Raqamlarni sirini puxta bilib olamiz. O'ng qo'limiz 5 barmoq. O'ng qo'limiz 5 barmoq. Chap qo'limiz 5 barmoq. Ikkilarimiz qo'shib o'ng barmoq. Kayfiyatlar ko'tarib oldikmi? Qani kim ko'tardi? Ofarin, diqqat chalaylikchi. Endi joyimizga o'tirib olaylikchi. Bolajonlar, endi sizlar bilan qisqacha suhbat olib boramiz. Fasl bormi? Qani nechta fasl bor ekan? 4 ta faslmi? Fasllarni birma-bir sanaymizmi? Bu fasllarmikan? Ofarin bolajonlar. Bahor. Bolajonlar, har bir fasl necha oydan iborat edi? 3 oydanmi? Bir yilda nechta oy bor edi? 12 ta oy bormi? Hozir fasllarni, oylarni birgalikda sanaymizmi? Bahor faslini sanaymizmi? Bahor faslini oylarini sanaymizmi? Aprel, may. Endi yoz faslini sanaymizmi? Iyun, iyul, avgust. Endi kuz faslini oylarini sanaymizmi? Sentyabr, oktyabr, noyabr. Endi qish faslini oylarini sanaymizmi? Dekabr, yanvar, fevral. Ofarin bolajonlar, bir yilda 12 oy bor edi. Bu 12 oymi? 12 oyni birma-bir sanaymizmi? Qani kim sanaydi? Hamma sanaydimi? Ofarin. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, bir hafta necha kundan iborat edi? 7 kundan iboratmi? Hafta kunlar necha kundan iborat ekan? 7 kunmi? Hafta kunlarni birgalikda sanaymizmi? Bu hafta kunlarimi? Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, bu haftaning qaysi kuni edi? Dushanba, seshanba, chorshanba. Bu haftaning chorshanba kunimi bolajonlar? Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, endi sizlar bilan oktyabr oyini. Mavsumiy o'zgarishlar, uchib keluvchi qushlar nima ekan? Mavsumiy o'zgarishlar. Uchib keluvchi qushlar. Ikkinchi hafta mavzusi tabiat omborxonasi. Qani? Sabzavot, meva va rezavorlar. Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, hozir sizlar bilan mevalar haqida qisqacha tanishib o'tamiz.
Xurmo. Xurmo. Ko'ryaptimi amaga? Banan. Banan. Bo'la esa bu mevaga kirami bolajonlar? Ofarin bolajonlar. Behi. Bu ham mevani turimi? Albatta. Olcha. Ko'ryaptimi? Olma. Olmani qanaqa turlari bor? Yashil va qizilmi? Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, darsimiz faoliyatimiz sizlarga yoqadimi? Bolajonlar, endi sizlar bilan matematika bo'yicha raqamlarni qayta takrorlaymiz. Bu qaysi raqam? 1 raqamimi? Ko'ryaptimi? Bu-chi? 2 raqamimi? Bu-chi? 3 raqamimi? Hammaga ko'ryaptimi? Bu-chi? 4 raqam, ya? Ofarin bolajonlar. Bunisi-chi? 5 raqamimi? Ofarin bolajonlar. Bu-chi? 6 raqamimi? Ofarin bolajonlar. Bunisi-chi? 7 raqamimi? Ofarin bolajonlar. Bu-chi? 8. Ofarin bolajonlar. Bu-chi? 1. Bu-chi? Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, bu qaysi raqam? 3mismi? 2. Ofarin bolajonlar. Bu qaysi raqam? 5-ku. 4-da. Ofarin bolajonlar. Bu qaysi raqam? 6mi? 9-mi? 6-ya. Ofarin bolajonlar. Bu qaysi? 9. Ofarin bolajonlar, gapirmang tursa. Bu-chi? 8. Ofarin bolajonlar. Bu-chi? 7. Ana bolacha to'g'ri aytib qarsak chalaychi. Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, endi mana bu qalamlar yordamida hozir sanab o'tamiz. Qo'shamiz va ayiramiz. Meni qo'limda 10 ta qalam bor. Nechta qalam bor ekan? 10. Ofarin. Endi hozir bu qalamlar yordamida birgalikda hozir sanashni o'rganamiz. Kim menga sanab beradi? Kim? Mana bu yerga. Menga 4 ta qalam topib olib berchi. 4 ta qalamni olib berchi. 1 2 3 4. Bu yerda nechta qalam qoldi? Sanachi? 1 2 3 4 5 6. 6ga 4 qo'ysak necha bo'lar ekan bolajon? Mana 6. Endi 4 qo'shamiz, necha bo'ladi? 1. 10mi? Ofarin, to'g'ri topib qarsak chalaylik. Ofarin. Endi joy nega bo'lyapsiz? Sen isming nima? Shahar. Menga 6 ta qalam olib berchi. 1 2 Endi bu yerda nechta qalam qoldi? 4 ta. 4ga endi 6ni qo'shingchi, necha bo'ladi? Mana 4, bu 6. Mana 6. Qo'ling bilan bunday 6chi? 6. Endi 4 qo'shamiz. 7 8 9 10. Necha bo'ldi? Ofarin bolajonlar. Qarsak chalaylik. Yana kim chiqadi? Hozir sizlar bilan geometrik shakllarni birgalikda takrorlaymiz. Uchburchak. Uchburchak nechta burchak bo'ladi? 3 tami? 3 ta. Hozir birgalikda sanaymizmi? Birinchi burchak, ikkinchi, uchinchi. Nechta burchagi bor? 3 ta. To'g'ri, 4 burchak. To'g'ri, 4 burchak. Nechta burchagi bor? 4 ta burchagi bormi? Birinchisi, ikkinchi burchak, uchinchi burchak, 4-chi burchak. Nechinchi burchak? 4-chi. 4 ta burchak bormi? Ofarin. 8 burchak. Nechi burchak ekan?
Eslab qoldikmi? Aferin bolajonlar. Avval. Aferin bolajonlar. Bolajonlar, endi mana bu daraxtchamiz. Nima ekan? Daraxtchamizda geometrik shakllar bor. Hozir men chaqiraman va shakllarni aytaman, topib berasizlarmi? Qani kim topadi? Ernodgacha. Menga 3 burchakni topib berchi. Mana. Menga 3 burchakni topib berchi. To'g'ri topdimi? Aferin. Bolajonlar, bugungi faoliyat yoqdimi? Kayfiyatlar ko'tarildimi? Barcha o'rnidan tursinchi. Mening bitta o'yincham bor. O'g'lim katta bo'lsin. Kichikchasi ham bo'lsin. Oyoqchasi ham bo'lsin. Men ularni quchib, shunda uxlasin. Qo'limiz keldi. O'ng oyog'im bor meni. Chap oyog'im bor meni. Bu mening qo'lcham.